Men Otash xususiy korxonasi ish yurituvchisi Xo'jayev Komiljon. Hozirgi kunda og'ir toifaga kiritilgan Keskanyor mahalla fuqarolar yig'inida katta bunyodkorlik ishlari ketmoqda. Jumladan, Amir Temur ko'chasida yo'lning ikki tarafida 2 kilometr uzunlikda piyodalar yo'lakchasi. Unda asosan nogironligi bor fuqarolar e'tiborga olingan velosiped yo'lakchasi hamda 90 dona tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Atrofida o'rindiq va chiqindiq qutilari joylashtirilmoqda. Hozirgi kunda Nurafshon ko'chasida 1 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortildi. Bu degani 150 ta xonadon toza ichimlik suv bilan ta'minlandi degani. Bundan tashqari Nurafshon va Sho'rqishloq ko'chalarida jami 2,5 kilometr yo'l birinchi marta asfalt qilinmoqda. 126 dona eskirgan yog'och stalbalar o'rniga yangi beton tayanch stalbalar o'rnatilmoqda. 3 kilometr masofada kabel tortilmoqda. Bu ishlarni biz Mustaqillik bayramiga to'la yakunlab topshiramiz. Bu bizning Mustaqillik bayramiga tuhfamiz bo'ladi. Men mehnat faxriysi Xo'jayev Akramjonman. Keskanyor mahallasida yashayman. Mana bugungi o'zgarishlar juda katta bo'lyapti. Ilgari mahallamizda tomdan tomga simlar tortilgan bo'lsa, hozir mana beton tayanchlar o'rnatilib va beton tayanchlarda simlar tortilib, svitlar juda yaxshi tushirib berilyapti. Mana ko'chalar, velosiped yuradigan yo'lakchalar qilinyapti. Men har kuni mana shu yo'ldan o'taman. Bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib shunaqangi xursand bo'lamanki, buning uchun bu bizning prezidentimizga kattadan katta rahmatlar aytaman. Charchaganda o'tiray desak, mana chiron o'rindiqlar qurilyapti. Yoritish svetlari o'rnatilmoqda. Ularning hammasi tinchlik, osoyishtalikdan. Yurtimizda bunday bunyodkorliklar bardavom bo'lsin. Biz nuroniylar hamisha duodamiz.